Üçüncü qism. Ukam bo'lsa echinishliq to'lg'anmoqda edi. Men tezlik bilan ukamni tishlashdan yenib, bo'rondek taloga chiqdim. Talada bo'lsa qon sho'rg'ichi Sharali meni saqlab turgan bo'lib, Ali apandi, qon totliq bo'lam degan, deb qattiq kulishga boshladi. Ukam bo'lsa uyda bo'sh ingrayotgan bo'lib, men ukamning bu holiga chidamay uyga kirdim. Ukam bo'lsa menga bo'sh ovozda gap qilishga boshladi. Oka, meni bir narsa qattiq tishlab oldi. Bedenim pek ojizlab ketdi. Men o'lib ketadigan o'xshayman, dedi ukam. Men o'ng'aysizlangan holda yerga qaradim. Ukam bo'lsa menga shunda qaradi, ham 15 minutlar o'tgandan keyin bosh titrab bu dunyodan xo'shlashdi. Ukamning o'lish oldidagi eng oxirgi bir so'zi mening quloqimdan ketmaydi. U bo'lsa-mu? Oka, o'zingga paqas bo'l. Paqas bo'l. O'zingga paqas bo'l. degan mush ikki eg'iz gapi edi. Mana qarindoshlik mehri degan. O'lish oldidimi mening g'amimni yedi. Mana mehr muhabbat degan. Men nimalarni qilib qo'ydim? Shu xato qarorim ukamning jiniga zamin bo'ldi. Hammaga shu sababchi. Shu sababchi. Qattiq g'azablanib, men shuni o'ylab qoldim. Qon sho'rg'ichi nima uchun shunda qaqoqlab kulib ketadi? Buning cho'qim bir sabab bor. Bu Sharali degan qon sho'rg'ichi mening razil tarafimni ukam sabablik namoyon qilg'izmoqchi ekanda, deganlarni o'yladim. Shunda g'azab bilan g'o'ylig'i chiqdim. Atrofda hech kim yo'q edi. Shu asnoda qattiq voqiradim. Meni tishlagan shu qon sho'rg'ichi olbosdi. Meni qotillik aylantirgan shu nijisni tilladim. Nochi bo'lsang oldimga kelmamsan. Jonga jon, qonga qon olaman. Bu dunyolikdagi shu bir qiyinishimning qisosini olaman, deb turishim g'oyibning qaqoqlab kulgan ovoz anglandi. Hey Ali, nodon Ali. Menga ishongining, sening nodonliqing. Menga boshda ishonmasliging kerak edi. Asli men seni o'zimning qo'lchimoqsiz qilgan bor edi. Bu ishlarmo amalga oshmadi. Bu atrofda men xilili odamning jinnini olgan. Anglagansan? Saqchilarning uyun qilgan ovozlarini ana shu saqchilarga bekam mangmaydi. Men jinnini olgan, qinini sho'rg'an shu odamlarni izlash uchun mangado bilsam. Sana kelsak, sening qining boshqalarnikiga qaraganda oloyda totliqgan. Shunglashqa seni yoqtirib qoldim. Bo'lmasa sening hayot qilishing mumkin emas. deb to'xtab qoldi. Men bu qon sho'rg'ichining gaplarini pisandkim olmay, shunda g'azab bilan voqirdimki, "Nochi bo'lsang men bilan hayot mamatliq elish. Bo'lmasa men seni hayot qo'ymayman." deb turishim oldimda qon sho'rg'ichi Sharali. "Kela amiza Ali." deb bo'rondek tezlikda meni nalargadir uchirib etdi. Men tezlik bilan o'rnimdan turdim. Qon sho'rg'ichi bo'lsa, yana shu harakati bilan meni bir tarafga chaplab qo'ydi. Mening badanim nihoyat tez asliga keladigan bo'lib, birdamda o'rnimdan tura olgan edim. Qo'limga nadin tepilib qoldi ekan, qo'limda nihoyat itdek bir o'g'ik turardi. Men o'g'ikni mahkam tutqunimcha o'rnimda jim turardim. Bu qon sho'rg'ichi menga hujum qilib keldi. Men o'rg'ikni u yoq-bu yoqqa cho'rib, bu qon sho'rg'ichining bir belikini o'zib etdim. Bu alvasti nihoyat qabih kulgunicha osmonga qarab tovlab, bir nimalarni o'qib, qo'lini asliga keltirib oldi. Men elishib, qon sho'rg'ichining bo'ynini o'zib etdim. Qon sho'rg'ichining bo'yni ikkini domilib etgandan keyin uning beshi menga gap qildi. "Hey Ali, mening bosh ayirish mahoratimni sen bilmaysan." dedi-da yana qattiq tovlab bir nimalarni o'qidi. Shu asnoda u olvasning bossistini bu boshni ko'tarib o'rniga soldi. Mana endi bu qon xurmo menga edilib keldi. Tuyuqsiz kallamga bir aql kirdi. Men ko'rgan kinolarda qon sho'rg'ichining yuragiga mayli o'q bo'lsin, mayli o'qiya bo'lsin, bir narsa tagchilar kuliga aylanib ketadi. Men tezlik bilan o'zimni tutib olib, o'rg'ini mahkam tutqunimcha olvasini dal jon oladigan yuragiga to'g'rilab, o'rg'ini shundoq otdi. O'rg'aq qon sho'rg'ichining dal yuragiga kirgan bo'lib, bu olvasdi dahshatli voqirg'inacha ko'kka qarab ko'ldek to'zib ketdi. Mana amdalikda bo'lsa, quyosh tog'ning idigidan ko'tarilib atgan bo'lib, men ochiq azobga chidayolmay yugunib o'ltirib qolgan ekanman. Shu asnoda
badanim qattiq kuyishga boshladi. Menmi bu hayotlikdan qattiq o'kinib, yashaganimning nima foydasi? Yashaганым bilanmi kishiga yaxshilik elib kelanmayman. Balki qinini ichaman. Uningdan o'libli bu dunyodan xo'shlashay. Deganimcha o'rnimda yiqilib, quyoshning meni kuliga aylantirib etishini kutdim. Quyosh butunlay ko'tarilib bo'lganda, men asta-asta ko'ldak tuzishga boshladim. Xotima. Har kimga mening o'limim sirliq fojia ichida o'lgandek tuyuladi. Ammo men nihoyat xushal. Men xushal holatda bu dunyodan xo'shlashdim. Chunki men ukamni ham necha vaqtdan buyon o'lgan kishilarning qisosini oldim. Bu dunyodagi shu bir razil qon sho'rg'ichi olbosini o'ldirdim. Balkim qon sho'rg'ichi olboslar nihoyat ko'pdir. Bu dunyo men razil tarafini ko'zitib qo'ydi. Tig'i vaqtning o'tishiga ergishib, men tirilib qolishim mumkin. Shuni umid qilamanki, men hargiz tirilib qolmay. Tirilib qolsam, yana shu kunning oldiga berib o'lib olaman. Bu dunyoda tayanğıdaki hech narsam bo'lmagandan keyin shuni bilib yetdimki, hamma yomon ish bir o'lim bilan oxirlashadi ekan. Xayr inim Asqar. Xayr, sen bilan o'tgan cherin vaqtlarim